O'tdi. Mana buni nolga tushiramiz, ya'ni ovozni yana nolga tushiramiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, effekt kontrolda mana bu soat rasmi bor. Soat rasmi nimaga? Hozir buni ham tushuntiraman. Qaranglar. Ovoz zam videoni ham bundoq kattalashtirib olamiz-da. Qarang, videoni boshida shunaqa kattalik bo'lsin. Mana bu soat tushuni rasmini bosib qo'yasizlar-da. 1 minutga borganda bu video mana bunaqa kattalikda bo'lsin. Do'stlar, 1920 ga 1080 razmeri shunaqa bo'lsin. Mana shunaqa kattaligiga bo'lsin. 1 minutdan keyin video shunaqa bo'lsin. 1 minut oldin video mana bunaqa bo'lsin desalaring va aytasizlarda bu sekinlik bilan kichrayib borsin deysiz. Xuddi shunaqada mana bu soat rasmini bosib qo'yib, ya'ni soat bosilgan bo'lishi kerak, ko'k yonib turishi kerak. Siz Assalomu alaykum. Xuddi shunaqa qilib 1 minutdan keyin kichrayish kerak bo'lgan joyga borib razmerni to'g'rilaysiz. Kattalash kerak bo'lgan joyga razmerni to'g'rilaysiz. Mana bu joyga borib turib, yana siz razmerni to'g'rilayapsizda, aytyapsiz 250 bo'lsin. Ya'ni yuzni o'zi ko'rinsin deyapsizda. Shu joyga olib kelib turib shunaqa qilib qo'ysangiz, ko'rganingizdek mana bu ikkita tochka chiqib qoldi. Ikkita tochka prям mana shu joydan to shu joygacha sekin kattalashib boraveradi. Siz o'rtada nimadir qilishingiz shart emas. O'zi sekin krupniylashib boraveradi avtomatik. Qolgan effekt kontroldagi boshqa funksiyalarni ham hammasida xuddi shunaqa. Ya'ni siz soat rasmini bosib qo'ysiz, to mana bu joyga borgungacha mana bu videoni -360 gradus qilib qo'ysiz, mana bu video shu joyga borgungacha bir marta aylanib boradi. Siz ushbu videoni ko'rib turgan ekansiz, demak, mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, prosta shu joyga borgungacha bu bir marta aylanib boradi. Effekt kontrol tepasidagi mana bu liniya bilan mana bu yerdagi liniya bitta liniyasi ham bo'ladi. Faqat effekt kontrol tepasida ushlab, effekt kontrolni o'zida ishlash, ya'ni mana bu joyda mana shu oknani o'zida ishlash udobniy sizlarga. Qulayroq bo'ladi. Mana bu joyda ishlagandan ko'ra. Xo'p, aytasiz, bir marta aylanib borsin, kattalashsin, kichraysin, tuda u yoq bo'lsin, bu yoq bo'lsin deyapsiz deb o'tdi. Siz nima desiz, o'sha narsani bitta qilib qo'yadi. Prям ko'rsanayin bo'ladi. Misol uchun videolarda ko'rgan bo'lsalaring, mana videolarni sekin kichrayib boradi, sekin kattalashib boradi. Shu narsa shu joyda qilinadi. Yoki bo'lmasa sekin cho'rna-beli bo'lib ketib qoladi, yoki sekin rangli bo'lib ketib qoladi. Shularning ham hammasi shu joyda qilinadi. Birdan rang berilib ketib qolishi yoki birdan cho'rna-beli bo'lib ketib qolishi, ya'ni shunga o'xshagan narsalar hammasi mana shu effekt kontrolda qilinadi. Xuddi mana shu soat rasmi bosiladi. Soat rasmi bosilgandan keyin mana bu yerda qilinadigan qolgan funksiyalar orqali ishlatiladi hammasi. Ya'ni butun Premiere Pro'ning основной funksiyasini hammasi shu joyda. Faqat rang berishga keladigan bo'lsak, rang berishga alohida bitta okna bor. O'sha oknada rang berib olasiz. Qolgan narsasini hammasini mana bu effekt kontrol qilasiz. Ya'ni shu element управления effektim shu joyda qilasiz. Xo'p, biz mana bu kattalashtirish, kichiklashtirish qolgan narsalar bizga kerak emas, shuning uchun bularni olib tashlaymiz. Pastda ovozga keladigan bo'lsak, hozir ovozda ham xuddi shunaqa mana. Soatchani bosib qo'yasiz, aytasiz, mana bu joyda deyapsiz, ovoz baland bo'lsin. Mana bu joyda ovoz pastroq bo'lsin. Mana bu joyda ovoz vashi 0 da turgani bu eng norma degani. Misol uchun Premiere'da 0 bu norma. Minus ishlaydi bu yerda. Misol uchun siz pasaytirganda minusda bo'lishi kerak ovoz. Minusda bo'lsa keyin pasaygan hisoblanadi. Bo'lmasa pasaygan hisoblanmaydi. Plusda bunda 15 shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni plusga o'tgan bo'ladi. Yonida minus bo'lmasa, bu ko'tarilgan bo'ladi. 0 это norma. Prям shuni pastga tushirib olasizda, aytasiz, mana bu joydan deysiz, pastga tushib ketsin olasiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring, mana bu joyda ovozda liniyasi, ovozda mana bunaqa liniya paydo bo'ladi. O'tda bu liniya shu effekt kontrolda mana bunaqa tochka bilan ishlasangiz, prям videoda yo ovozda shunaqa liniya chizib beradi o'z avtomatik. Yoki bo'lmasa sizga qulay bo'lish uchun siz qilishingiz mumkin. Mana shu joyda o'ziga mana nuqtani mana bu joyini shuni bosasiz, shu joyda o'zidan bunday ko'tarib tushirishingiz mumkin. Lekin siz bitta sloyli video bilan ishlasangiz, ya'ni bitta sloyli video shunaqa video. Bu yerda agar siz ikkita sloy yoki uchta sloy bo'lsa, aytaylik, mana bunaqa bo'lsa,
Mana 3 ta sloy bo'ldi. 3 ta sloyli videoni ovozi ham 3 ta sloy bo'ladi-da. Unaqa narsada monitorga timeline-ga sig'maydi bu narsa. Ya'ni bunaqa katta ochib olish sig'maydi. Mana buni ishlaytirishga majbur bo'lasiz. Buni ishlaytirishga majbur bo'lgan paytda qanaqa qilib oson ishlash? udobni ishlash, bu effekt kontrolni o'zida ishlash. Maza qilib, o'sha yerda o'zidan chiqmagan holatda ishlaysiz. Ya'ni, prям mana bu yerda liniyani, mishkani top, buni ko'tar, sekin ko'tar, u ko'tarilib ketib qoldi, pastga tushir, o'ta ham tushib ketib qoldi, 0 ga olib kel, 0 dan oqtar, top. Shunaqa problem bo'lmaydi sizda. Prям shu yerda o'ziga shuna kelasiz, buni bosasiz, 0 shuna bosasiz, enter bosasiz bo'ldi, все. Dolgi srok vaqtingiz ketmaydi. Tak bitta tap qilib qo'ya qolasiz. Hop, Ctrl Z bilan orqaga qaytaryapmiz. Ovozni tushundilaring. Effekt kontrolda mana hech narsa yo'q bo'lib qolsa, bu nimadir yo'q qoldi degan problem emas. Mana videoni ustiga shuni bossalar ham ochiladi hamma narsasi yana qaytadan. Hop, ovozni o'zi ishladik. Endi mana bu narsaga keladigan bo'lsak, bu nima? Bu prям hozir sizlarga qanday tushuntirsam, yo'q, buni keyin polni tushuntirib ketaman, chunki bu maskani bir funksiyasi, ya'ni orqa fon bilan birlashib ketsa bo'ladigan bir nima ashqal narsalari bor. O'sha narsalarni polni tushuntirib ketaman sizlarga. Dars yana boshqa darslarda. Hop, effekt kontrol bo'yicha menimcha hamma narsani tushuntirdim. Ovozga keladigan bo'lsak, endi eng ko'pchilikni qiynaydigan savol shu narsani boshida tushuntirib ketay. Ovozni aytyapman, men bu yerdan ko'tarsa muzur bo'lib ketadi deyapman. Maslahatim, ovozni hech qachon bu joydan ko'tarmanglar. Chunki ovozni bu joydan ko'tarsalaring, ovoz musur bo'ladi. Просто tak bardak ovoz bo'ladi, foydasiz ovoz bo'lib qoladi. Ovozni ko'tarmoqchi bo'lsalaring, mana bu yerda mana aknaga shuna kirsalaring, aknada shu yerda effekt degan joy bor mana. Shift 7. Men mana bu yerga olib qo'yganman. Effekt degan joy bor. Effekt hamma Premiere Pro'da shu funksiya bor. Effektga kirasizlar, audio effektga kirasizlar, kirsalaring, смещение шума, восстановление degan joyi bor. Shuni bosasizlar, смещение шума degan joyi bor. Shuni olib, matga shuni tashab qo'yasizlar. Mana mishkani chap tarafi bilan shuni ushlab turib, olib kelib, mana bu ovozni ustiga shuni qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldi. Ya'ni shuni olasiz, просто qo'yasiz. Bo'ldi. Qarasangiz, mana bu yerda endi 3 marta bu qo'shilib ketib qoldi. Mana effekt kontrol, mana videoni shuna bosib qarasangiz, effekt kontrol deydi. Смещение шума degan prям qo'shimcha effekt qo'shildi. Siz shuni eshitsangiz bo'ladi. Birinchi darsda programmani o'rnatish, uni qanday ishlatish, nimalar? Bo'ldi. Prям shum yo'q o'sha. Mana bu joyda fx shuna bossangiz, effekt o'chadi. Effekt o'chgandan keyin eshitib ko'rishingiz bo'ladi. Sen boshqacharoq narsani gapirmoqchiman. Bu yerda shum bor. Bu narsaga e'tiborli bo'ling. Endi shum yo'q. Ushbu kursni sotib ol. Bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, prям o'sha обычный elementariy narsa bitta effekt bilan polni shumni aytib qo'ysangiz bo'ladi. Aytishlaring mumkin, podkast Adobe sayt bor-ku, yo unaqa bor-ku, bunaqa bor-ku. U sayt bor, lekin u sayt mana bu narsa bergan effektni bera olmaydi, foydasi yo'q. Chunki u sayt shumni udayt qilmaydi. U sayt prям sun'iy intellekt sizni ovozingizni tozalab beradi. Agar ovozingizda tozalashning iloji yo'q bo'lgan joylari bo'lsa, o'zi qaytadan dublyaj qilib yuboradi. U dublyajda ovozdagi harflar, so'zlar, talaffuz yo'q bo'lib ketib qoladi yarmidan ko'p. Ya'ni Adobe Podcast unaqa zo'r rezultat bermaydi. Shu uchun eng zo'r varianti shu Premiere Pro'ni o'ziga tashlab olib, shu yerda tozalab, mana bu yerda mana udalить echo degan joy bor. Masalan, echo beradigan joyda ovoz qilayotgan bo'lsangiz, video olayotgan bo'lsangiz, echoni udaytib qo'ysangiz bo'ladi. Yana boshqa bir qancha marta bir dunyo funksiyalar bor. Aytaylik, equalizerlari bor, aksada qaytaradigan, she'r o'qiydiganlar orqasidan ovoz kelib turishi kerak-ku, shunaqa narsalar bor. Ularni ham hammasini mana shu yerda prям bitta-bittalab qo'llab chiqsangiz bo'ladi o'zingiz, qaysi effekt nima beryapti. Hammasini bitta-bittalab qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Prям sizga moshniy narsa bo'ladi bu. Misol uchun siz o'zingiz xohlagan narsani bemalol Premiere Pro'ni o'zini mana shu crack versiyadan o'zidagi bor effektlarni o'zi bilan zo'r narsa chiqarsangiz bo'ladi.
Jaya qo'shimcha nimadirlar, отдельный pluginlar sotib olish, lootlar sotib olish, yana bir narsalar kerak emas. Mana shuni o'zida bir narsalar chiqarib olsangiz bo'ladi. Bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Chunki men o'zimning videolarimni hammasini qo'shimcha hech narsasiz chiqarganman. Xo'p, mana shu video endi qaranglar. Effect controlni to'liqqonli hozir men tushuntirdim. Effect controlni qiladigan vazifalari bu effektlarni, ya'ni siz videoga joylayotgan har qanaqa effektni nastroyit qilish, ya'ni ularni to'g'irlash. Siz effekt kontrolda har qanaqa effektni to'g'irlasangiz bo'ladi. Bu sizning xohishingiz. Xohlang uni bunaqasiga to'g'irlang, xohlang uni bunaqasiga to'g'irlang. Sizning xohishingiz. O'zingizga yoqqan tarzda o'sha effektni nastroyit qilib to'g'irlasangiz bo'ladi. Shunaqa. Demak, qadrli do'stlar, bu darsimiz tamom. Keyingi darsda Xudo xolasa kelgusi yanada qiziqarliroq bo'lgan boshqa temalar haqida gaplashamiz. Barchaga omad.